Dazmol stoli uchun chexol tikamiz. Uzunligini o'lchab olamiz, enini o'lchab olamiz. Menda uzunligi 1.30, eni esa 37 cm. Paxmoq matosi esa eng zo'r tanlov. Chetlariga 10 cm qo'shib bichib olamiz. Ya'ni 1.30 chiqqanga 1.50 cm kesib oldim. Bezaklari uchun 10 cm dan lentalar kesib oldim. Endi tikishni boshlaymiz. Har bitta detallari atroflarini erinmasdan overlock qilib olamiz. Bu tikayotgan narsamiz sifatli bo'lishiga yordam beradi. Lentalari bir-biriga ulab, uni ham atroflarini yaxshilab overlock qilib olamiz. Ko'proq bolalar kiyimini tikkanim uchun aynan shu matoni tanladim. Endi sizlarga burchak chiqarishni eng oson usulini o'rgataman. Doim erinmasdan shu holda tiksanglar, juda ham chiroyli chiqadi. Pastellarga, dasturxonlarga ko'proq ishlatsanglar bo'ladi. Bizda esa bu dazmol chexolli rezinka o'tkazadigan joyi. Bu esa meni kichkina yordamchim. Uni Temu ilovasidan Xitoydan zakaz qilgandim. Menga katta yordam beradi. O'zi kichkina bo'lsa ham. Tikuvchilar ko'proq tushunsa kerak buni. Lentamizni hammasini o'tkazib olamiz. O'tkazib olib, dazmol stoli ustiga buni kiydirib, rezinkasini tortib, atrofida bezaklarini tikish uchun chiziqlarini chizib olamiz. Bu tayyor. Endi zborka terish uchun chokni 5 ga qo'yib olamiz. Zborka lapkani qo'yib, lentalarimizni ham zborka lapkada tiksanglar ham bir tekisda bir xil chiqadi. Keyin boyagi chizib olgan chizig'imiz ustidan bu lentalarni sekin qo'yib chiroyli qilib tikib olamiz. Chexolimiz tayyor. Keyingi videoda endi stulchiklarimizga aynan shu matodan chexol tikamiz. Kanalimga obuna bo'lishni esa unutmang.